Assalomu alaykum. O'rtoqlar, farzandinglarga judayam ehtiyot bo'linglar. Judayam, ayniqsa hozir Eron bilan Isroil urushi ketayotgan paytda judayam ehtiyot bo'linglar. Isroilliklar qochishyapti. Hamma joyga, hamma davlatga qochishyapti. Balki O'zbekistonga ham borishar. Va unutmanglarki, ularni bitta nimasi bor ekan, urf-odatlari bor ekan. Yilni qaysidir oyida, qaysidir kunida yosh bolani qurbon qilish. Shunaqa odatlari bor ekan. Xuddi bizda Qurbon hayitida qo'y so'yganimizdek. Men judayam kichkina edim. O'sha paytda onam ishlagan ketardilar. Aytardilar maktabdan uyga, uydan maktabga. Qolgan payt ko'chaga chiqmanglar. Begona odam yordam so'rasa, yordam bermanglar. Begona odam kemamizga boramiz, kemamizga chiqamiz desa, yo'q deylar deb aytardilar. Bir kun so'radim. Ona, nima bunaqa deyapsiz dedim. Onam aytdilarki, bola o'g'risi ko'payibdi dedilar. Bola o'g'risi nima qiladi bolalarni olib borib deganimda aytdilarki, katta surpalari bo'lar ekan. Surpalarning atrofida odamlar o'tirishar ekan. Haligi o'g'irlangan yosh bolachani surpani ustiga yalang'och qilib yechintirib, qo'llariga atrofdagilar bittadan bigizin olib olishar ekan. Haligi bolacha u odamga qochar ekan, u odam bigiz tiqar ekan, nina sanchir ekan. Boshqasiga qochsa, boshqasi ham xuddi shunaqa qilar ekan. Xullas kalom, o'sha yerda yosh judayam qo'rqqan bolachani oqqan qoniga xamir qorib, non pishirishib yeyishar ekan deganlar. Taxminan bundan 15-17 yil oldin aytganlar bu gapni onam. Va bir oy oldin telefon ko'rib o'tirganimda qarshimga Epstein fayllari chiqdi. Bu fayllarning ichida yosh bolachalarni qoniga qorilgan nonlarni, gamburger nonlarini pishirib yeyishgan ekan, sotishgan ekan degan joylari ham bor edi. Men yugurib kirdim onam yoniga. Ona dedim, men eslaysizmi yoshligimizda shunaqa dirdingiz bizga. Shu narsa esimga tushib qoldi. Siz bu narsani qayerdan eshitgansiz? Dedim. O'sha payt internet yo'q, televizorimiz ham yo'q edi. Men kichkinaligimda televizorimiz bo'lmagan. Siz qayerdan eshitgansiz bu narsani deganimda, onam aytdilarki, biz kichkinaligimizda menga ham onam rahmatli aytganlar dedilar. 20 yil oldin menga aytilgan gapi onamga o'rtacha 20 yil oldin aytilgan gap deb hisoblasak, orada 40-50 yil o'tyaptimi? 40-50 yil oldin bo'lgan voqea bugungi kungacha kelib davom etgan bo'lsa, o'rtoqlar, o'ylamanglar, bundan keyin davom etmaydi deb. Bundan keyin ham davom etadi. O'shaning uchun farzandlaringizga, o'zingizga ehtiyot bo'linglar.